alaykum aziz qarindoshlarimiz. Bugun MLD kanal shundaqla Ma'rifat saloni orqali qo'zg'irlarga sunmoqchi bo'lgan ovozliq asar Sol tarafim og'riyotidi ana. Turkchadan uyg'urchalashtiruvchi Malak. Mikrofon oldida Mahina Rozi. Tishliqmi ana? Men yana keldim. Ansirma. Maktabdan qo'yib bergandan keyin andin keldim. Analarmi dadalarga o'xshash bolalardan ansirandigandi. Buni bilmadim. Ammo savodishim Ali maktabga bormasam onam xafa bo'ladi, ansiraydi degan edi. Shuni deb qo'ydim. Ana, oldingi hafta muallim o'ng qo'limga samsaq, sol qo'limga piyoz tutqizib, o'ng sol tarafimni o'gatdi. Men endi sol tarafim qayer, o'ng tarafim qayer ekanligini bilib oldim ana. Og'riyotgan tarafimning qayer ekanligini endi obdan bilaman. O'tgan qatim kelganimda bu yerim og'riyotdi. Mana bu yerim deb og'riyotgan yerimni sana faqat tushuntirib beramagandim-ku. Endi deb beray. Mana bu yerim sol tarafim. Ya'ni yuragim og'riyotdi ana. Hem de her gün ağrıydı. Dünü gün etigen Reyhan'ın anısı onun çiçini örüp koludan yetilep mektepke ekip koydu. Kiminin yakısığımı keşte işlep veripti. Kongurak çılmışığa anısı onu sıyıp durup tez kırgın kızım dedi. Ben şıgılıp ettim. Şıgılıdım. Ama kıl çıkıcıl bulmadım. Muallim nima bo'ldi deb so'raganda men yiqilib tushib tizimni og'ritib oldim deb javob berdim. Yolg'on so'zladim ana. Og'riyotgani tizim emas, balki yuragim. Bugun men dadamga chechimni o'rib qo'y dedim. Dadam o'rib qo'ydi. Lekin Rayhonningidek o'rganmadi. Men bu yaqamga kash tikilishini talab qildim. Ammo dadam bilmaydiganligini e'tirof qildi. Men onunga undaqda maktabga bo'lsa-mu sen opirib qo'y deb turib oldim. Dadam xizmatining aldirash ekanligini aytdi. Men xizmating bilan nima ko'rim deb etilib yig'lab ketdim. Dadam bo'lsa, "Qizim, oshnani kim topadi?" dedi. Men endi boshqa gap qilolmadim ana. Maktabga borguncha yana qattiq yig'ladim. Ana, sol tarafim yana og'riyotdi. Bilemsen ana, maktabdagi hammalarning paypoqlari oppoq. Meninki bo'lsa kulram. Do'stim Zaynab, onam oq kiyimlarni rangli kiyimlarga aralashtirmay yuydi deydi. Ammo dadam bo'lsa hammani bir xil yuydi. Dadam kir yuyishni bilmaydi ana. Of. Dadam her kuni sumkamga pomidor bilan erinchik sep qo'ydi. Ko'ngliga kelmasin deb demayman. Ammo do'stlarim har kuni turli pecheni, pryanik va tortlarni olib keladi. Men bilaman, dadam tort pishirishni bilmaydi. Ana, qorong'i tushishga boshlabdi. Men qaytay. Dadam sening yaningga kelganimni bilmaydi. Bilsa xafa bo'lmaydi, biroq ko'ngli yerim bo'ladi. Ana, qabrondagi gullarni kim uzib oldi? Ruxsat qilmag'in. O'tinib qolay. Qabranga qo'llarini tekkizishiga yo'l qo'yma. Bu ko'ngilsizliklar uyga borganda esimga keladi. Va shu sababdan yana yig'layman ana. Ana, qara. Shisham yenimda. Bilamsan ana. Her qatim kelganimda elib olgan to'plarning hammasini shishiga to'kib saqlayman. Ustiga rasmini chaplab, bosh tarafimga qo'yib yotaman. Har sahar uni suyib, qanmay turayman. Ana, hech kimga dema, ha? Ba'zida texi uning bilan mundishib ketaman. Qanday qilaman? Seni bekli seg'inib ketgan tursam. Har az unutib qolg'ili tasli qoptiman. Muallim onanglarni tasvirlab bir maqola yozib kelinglar degan edi. Men dadamga yozdiraman.
Muallim bilib qalsa xafa boludu. Ammo manga ne çare? Men seni ezelden körüp bakmagan tursam, qandaq yozaman? Senin ismin tilga elinsala, sol tarafim ağrıp ketidi ana. Gelimden hiç nemi ötmeydi. Ba'zida chidamay yig'ilib yetdim. Daftarga bundaq yazsam bo'lmaydi da. Canım ana, men ketay. Qabri to'pog'ini suyay. Sen bu düşlerimge kirib meni söygin. Çoqum düşümge kirgin ha ana. Sen düşümge kirmesen sol tarafımның ağırlıqıdan uyg'unib ketaman ana. Ana, sol tarafim ağrıvatıdı. Mana dal mushiya. Sol tarafim bekli ağrıvatıdı ana. Seni bekli seyxindim. Bekli seyxindim ana.